Bugun Sirdaryo viloyati hokimi Erkinjon Turdimov rahbarligida yashirin iqtisodiyotni qisqartirish, soliq va bojxona ma'murchiligi samaradorligini oshirish masalalari yuzasidan muhokama o'tkazildi. Muhokama davomida hududlar kesimida amalga oshirilayotgan ishlar tanqidiy tahlil qilinib, aniq misollar orqali soliq intizomini kuchaytirish zarurligi qayd etildi. Yig'ilishda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti, soliq va bojxona organlari tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar muhokama qilindi. Yashirin iqtisodiyotni qisqartirish hisobiga budjetga qo'shimcha 700 milliard so'm tushirish rejalashtirilgan bo'lib, bugungi kunda xo'jalik yurituvchi subyektlar tomonidan 750 milliard so'mdan ortiq qo'shimcha manbalar qayta hisobot qilindi va budjetga 709,7 milliard so'm mablag' undirildi. Shu bilan birga viloyatning ayrim hududlarida ushbu yo'nalishdagi ishlar talab darajasida emasligi ochiq-oydin ko'rsatib berildi. Undiruv ko'rsatkichlari past bo'lgan tumanlar, konvert usulida ish haqi to'lash holatlari, norasmiy ishchilar va aylanma soliq to'lovchilar bilan ishlashdagi kamchiliklar tanqid ostiga olindi. Muhokama jarayonida faoliyat yuritib, biroq soliq organlari ma'lumotlar bazasida faoliyatsiz deb qayd etilgan fermer va klaster xo'jaliklari masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Yer maydonlaridan foydalanib daromad olinayotgan bo'lsa-da, soliq ma'muriyatlari bajarilmayotgan holatlar qat'iy baholandi. Viloyat rahbari bu boradagi holatlarni hisobot bilan amaliyot o'rtasidagi uzilish sifatida baholab, yashirin iqtisodiyotga qarshi kurash formal yondashuv bilan cheklanmasligi lozimligini ta'kidladi. Har bir gektar yer, har bir ishchi va har bir so'm daromad hisobda bo'lishi shart, dedi Erkinjon Turdimov. Yig'ilish yakunida mas'ul idoralarga soliq bazalarini to'liq qayta tiklash, hisoblanmay qolgan soliqlarni qayta hisoblash, qarzdorliklarni so'zsiz undirish hamda bu masalada hudud rahbarlarining shaxsiy javobgarligini kuchaytirish bo'yicha aniq vazifalar belgilab berildi.